Noma'lum singlimga maktub. Darvozada bir qiz kirish uchun izn so'rayotganini aytishdi. Domla ruxsat bergach, ming bir istihola bilan qimtinibgina ostonada mehmon qiz paydo bo'ldi. Hazrat, men sizdan bir savolning javobini bilgani keldim. Ko'p kitoblarni ko'rdim, ammo javob topa olmadim. Qanday savol ekan? Qur'onni ota-onamdan yashirib yodlasam bo'ladimi? Nima? Ota-onangiz Qur'on yodlashingizga qarshilik qilyaptimi? Dedi domla hayratlanib. Yo'q hazrat, unday emas. Bo'lmasa nega buni yashirmoqchisiz? Qiyomatda ota-onamga karomat tojini sovg'a qilmoqchiman. Sovg'ani o'sha paytda ko'rsatsam degandim, dedi qiz. Domlaning ko'zlarida yosh aylandi. Ayni o'yin kulgiga moyil yoshda shunday ulug' ishga ehtiyoj tuyganiga qarang, deydi mutaassir bo'lib. Ich-ichimdan to'lqinlanib ketaman. Negadir bu hol mening zamonam uchun noyob hodisadek tuyuladi. Yon atrofdan seni, noyob hodisani, pokiza niyatli xilqatni axtaraman. Nozikkina vujuding va bahor yaproqlariday titrab turgan qalbingga shunday ulkan maqsadni joylaganing naqadar saodatdir, singiljon. Sen oldingda yastanib yotgan beshafqat hayot sarhatlaridan izlaganingni qanchalik topasan? Buni bilmadim, ammo sening shu qarorga kelishingning o'zi buyuk inqilobdir. Sening mana shu maqsadingning o'zi buyuk ajrdir. Karomat tojini axtarib yurgan singlim, onajonim, sen qanchalar yaxshisan. Yaxshiliging shundaki, sendan va senga o'xshaganlardangina pokiza avlod o'sib chiqajak. Pokiza avloddan buyuk millat paydo bo'ladi. Imom Buxoriy hazratlarining onalari aytadilarki, o'g'lim Ismoilni biror marta tahoratsiz emizganimni eslay olmayman. O'tgan kunlarning birida ishxonamizga bir qizaloq kirib keldi. Butun vujudini yopib turgan mato nari borsa 1 metr bo'lsa kerak. Egniga ilib olgan ko'ylagi tizzadan naq bir qarich tepada to'xtab qolgan. Ishonchim komilki, uni to shu xonagacha o'nlab, yuzlab ko'zlar kuzatib kelgan va yana shuncha ko'zlar kuzatib qo'yajak. Men bu mahliyo ko'zlar ta'qibida tilka pora bo'lib ketgan ko'ylak sohibasiga ming bir istihola bilan tanbeh bergan kishi bo'laman. U esa meni zamon ko'zgusiga ro'baro qiladi. U shu ko'zguga qarab o'ziga oro beradi va shu ko'zgu qoshida baxtli bo'lmoq istaydi. Men unga baxtni yalang'och bo'lib izlash shart emas degim keladi, lekin bu gapni ayta olmayman, chunki uning tiynatida ham hali ko'ylagi yo'qligini bilib qolaman. Oxirat sovg'asini izlab yurgan singlim, sening yutug'ing shundaki, sen baxtni axtarmaysan. U seni izlab topadi. Balki baxt sening o'zingdadir. Qalbingdagi buyuk maqsad, ichingdagi iffat va hayo, tilingdagi hamd va sano, baxtning boshqa ismini bilmayman axir. Bilasanmi? Bir paytlar Toshkentning qoq kindigi hisoblanmish Samarqand darvoza mavzeida bir qori domla o'tganlar. Bu kishining nomi qori domla bo'lsalar-da, o'zlari hech qachon masjid yoki madrasada xizmat qilgan emaslar. Bir umr avtoparkda oddiy ishchi bo'lib o'tganlar. U kishining Qur'oni Karimni to'liq hifz qilgan qori ekanini